Rectangular area. Rectangular degani to'rtburchaksimon. To'rtburchaksimon. Ya'ni to'rtburchaksimon soha, yuza, consist dan iborat yoki o'z ichiga olgan 3179 ta teng squares degani kvadrat. Demak, bitta to'rtburchak joy bor ekan, uni ichida nima bor ekan? 3179 ta teng kvadratchalar bor ekan. Qaysiki each square har bir kvadratda bor yuzi k. Ana, demak, menda bunday to'rtburchak bor ekan va bu to'rtburchakda nima bor ekan? Kvadratchalar bor ekan. Mana bunday qilib turib ajratib chiqsa, mana bu kvadratchalar hammasini ekan, yuzi teng ekan va uning yuzi har birining yuzi k ekan. Xo'p, endi ketdi. Agar length of rectangular area to'rtburchak sohaning uzunligi 2,75 times width. Demak, men buni width desam, buni length ya'ni uzunligi desam, aytyapti. Bu uzunligi 2,75 marta nimani? Width enini. Demak, bu v bo'lsa, bu 2,75 v ekan. Endi aytyapti. Width eni teng x ilosi k ga. Demak, bu x ilosi k bo'lsa, demak, bu nima bo'ladi? 2,75 x ilosi k bo'ladi. Xo'p, nima qiymati x ni? Demak, x ni qiymatini top deyapti. Xo'p, bo'ldi. Tushundik, mazmuniga tushunib oldik. Demak, qarang. S1. Men yuzda topishni boshladim. 3179 ta k bor. Ya'ni har birini yuzi k bo'lgan 3179 ta yuzi bor. Xo'p, endi men yana yuzani topishim mumkin. Yana xuddi shu yuzani qanday? Enini bo'yiga ko'paytiraman. Lengthni yuzga nima qilaman? Ko'paytiraman. Ya'ni x ilosida k ni ko'paytiraman. 2,75 x ilosida k ga. Ana. Va shu yerdan eslar tenglab borsam bir-biriga nima bo'ladi? 3179 k teng x kvadrat ildizi k ga ildizi k ko'paygan 2075. Ana, endi bu yerdan klar qisqarib ketadi. 3179 ni 275 ga bo'laman. 3179 ga 1156. rahmat. Ildizosidan 34. 1156 teng x kvadratga va bundan x topsam 34. Rahmat kattakon. Tushundikmi? Quadratic function fx ikkita yechimi bor. J va k. K katta J'dan. Demak, buning ildizlari -6 yu 1. Ko'paytirsa -6, qo'shsa -5. Demak, k katta. Demak, k teng 1, J teng -6. Ana. Endi aytyapti. Quadratic function Jx mana bor ikkita ildizi L va M. M katta L'dan. Demak, M esa L'dan katta ekan. Demak, bu 7 bilan 5 bo'ladi va bunisi -10 bo'ladi. -7 yu 5. Demak, bu yerda M 5 bularchi
minus 7. Ana. Endi ket. Kvadrat funksiya shu. Bor yechimlari. Shu va shu. Demak, k plus l bilan m plus j buni yechimlar ekan. Va u yozilishi mumkin. Shu holatda. Rewritten degani qayta yozilgan. Qayta yozilgan. Shu holatda nima qiymati seni? Demak, seni topdi. Xo'p, demak, men bildimki, mana buni bizga chalg'itish uchun berib qo'ygan. Ya'ni men k plus l topaman. Bu nima? Bu tenglamani, ya'ni bu tenglamani birinchi ildizi. Demak, x1 teng k qo'shildi. K 1 lechi minus 7. Qo'shsam necha bo'ladi? Minus 6 bo'ladi. Endi x2 ikkinchi ildizi nima? M plus j. M plus j. M 5 j minus 6. M ga j ni qo'shsam minus 6 ga 5 ni qo'shsam minus 1. Ana. Endi qaranglar. Seni top degan. Qarasam, mana bu tenglamam v ga tushadi. Demak, bu s nima? x1 ko'paygan x2, ya'ni v ga ko'payadi. x1 ko'paygan x2 minus 6 minus 1 ga ko'paytirsam 6 degan javob chiqadi. Tushundikmi? For a given parabola, berilgan parabola uchun shu ABC'lar o'zgarmas sonlar. X-intercept of the parabola. O kala so'z. Parabolaning x-intercepti, ya'ni x-intercept nima? X 0. Hop, 14 0 va k 0 bo'lsa, demak parabolaning nimasi? X-interceptlari shu va shu bo'lsa va shu tengli bo'lsa, nima qiymat kani? Kani top ekan. Hop, demak nima qilaman? Desmisa chiqadimikin? Bilmadim, desmisa hech ishlab ko'rmaganman. Bir ishlab ko'rish kerak, qiziqishga. Ya'ni bu teng bunga va buni kiritib turib ishlab ko'rish kerak, lekin anaqa chiqishiga. Lekin ishlanishi oddiy. Qarang. Men nima qilsam teng grafik chizaman. Hop. Mana bunday qilib. Endi mana bu nuqtamda men 14 0 dedim. Mana bu nuqtani k 0 dedim. Ya'ni kesib o'tib turgan joylar. Endi qarang. Endi men mana bu joyda 11 ni olib qo'ysam, endi mana bunday ketganda endi bu. Bunday ketgan. 11 ni olib qo'ysam, mana bu joyga to'g'ri kelyapti. Ya'ni qandaydir songa. Y. Endi 27. Bilaman qayerdan. Endi u 27 ni mashita dedim men. Mashita bilan uni ham olib borib qo'ysam, uni ham olib borib qo'ysam. Bunday olib borib qo'ysam, mana bu joyga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bu ham nimaga? Y ga to'g'ri kelyapti. Mana. Xo'p. Endi men topishim mumkinki, bular bir xil qiymat bo'lgandan keyin buni o'rta nuqtasini, ya'ni nima bor bu yerda? Simmetriya o'qi bor. Ya'ni mana bu yerda nima bor? Simmetriya o'qi bor. Shu simmetriya o'qini topishim mumkin. Ya'ni 27 ga 11 ni qo'shaman. Va 2 ga bo'lsa, nima kelib chiqadi? Simmetriya o'qi, ya'ni x 0. 27 ga 11, 20 ga 38, 2 bo'lsa 19. Ana. Endi bu x 0 chiqdi, ya'ni mana bu joy. Xo'p, endi qarang. O'tgan darsda aytdimki, x 0 topishga yana bitta holati bor. Esdan chiqarmanglar. Juda ko'p ishlaydi dedim. Demak, x 0 teng nima dedim? x1 plus x2 taqsim 2 dedim. Demak, qarasam x 0, ya'ni
19 nimaga teng ekan? 14 qo'shib k taqsim 2 ga teng ekan. Ana, buni nimaga ko'paytirsam? 38 teng 14 qo'shib k. Bu yerdan kni topsam 28 u 24 degan javob chiqadi. Ana. Demak, bu nima ekan? 24 ekan. Tushundikmi?